Hammaga salom, yil tamom va bizda sarhisob. 8 oy ichida Instagramda nimalarga erishdim? Endi men Centra Group ambasadoriman. Va bu hamkorlik barchamizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Centra Group ishonchli tanlov. Hayotimiz doimiy tanlovlardan iborat. Biz har kuni qarorlar qabul qilamiz. Har bir qarorimiz maqsadlarimizga yaqinlashtiradi yoki uzoqlashtiradi. Kichik qarorlar katta yo'llarni ochadi. Aniq maqsadlar ulkan orzularni kashf etadi. Mening tanlovim ishonchga asoslangan. Centra Group yangi kompaniya. Centra Group qanday kompaniya? Keling, bugungi videoda buni ko'rib chiqamiz. Biz Centra Group qurilish kompaniyasi 7 yillik tajribaga ega bo'lib, bir nechta qurilish obyektlarini barpo qilganmiz. Centra Group kompaniyasining maqsadi xalqimizga biznes va komfort klass uylarni qurib, eng muhimi sizni ishonchingizni qozonish va orzularingizdagi uylarni barpo etishdir. Hamma o'zini uyiga ega bo'lishni orzu qiladi. Ammo uy olish oson emas. Ayniqsa narxlar, shartlar bo'lib to'lashdagi foizlar kuydirsa. Bu holatlarga yechim sifatida Centra Groupdan zo'r taklif. Azizlar, ko'rishingiz mumkin, Centra Group va O'rtado'u holding kompaniyalarining biznes klass loyihasi Resin Tashkent qurilish ishlari deyarli yakunlanib bormoqda. Centra Group uchun eng muhim narsa bu sizning ishonchingiz. Bizning oliy maqsadimiz ham shu. Bizni barcha loyihalarimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning yoki sotuv ofislarimizga tashrif buyuring. Resin Tashkent aynan shunday uylardan bo'lib, biznes klass turar joy majmuasi hisoblanadi. Odatda bunday biznes klass uylar qimmat bo'ladi, lekin Resin Tashkentda yuqori sifatni qulay narxlarda olasiz. Uylarimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ofisimizga tashrif buyuring. Oxirgi paytlarda yangi qurilayotgan uylar soni keskin ortmoqda. Har bir loyiha muddatli to'lovlar, shartlar va takliflar bilan xaridorni o'ziga jalb qilishga harakat qilmoqda. Shu qiymat nimadan iborat ekanligini bilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki sahifamizga o'tib, videolarni ko'rib, barcha ma'lumotlarga ega bo'ling. Bularni to'g'riladim. Faiz kardeşim. Bu ne böyle ya? Her gün evden yemek getiriyorsun. Paran var, imkanın var. Niye restoranlarda yemiyorsun? Sinan Bey, bu meni onajonimni pishirgan ovqatlari. Bunda onajonimning mehrlari, muhabbatlari, sog'inchlari bor. Tushunding? O'sha Ogohlantirib qo'yish meni vazifamda. Rahmat. O'zim gaplashib qo'yaman. Tushundim. Umidni ham chaqirib oling. Maqsadimiz faqat mijozlarga emas, o'zimizni jamoamizga ham ishonch berish. Endi ofisda hech qachon uxlamaysiz. Rahmat aka. Bo'pti, boraman. Xo'p. 20 yoshar yigitga aylanaman deganlarga salomlar bo'lsin. Ota-onangning borligi o'zi boylik. Shuncha mijozni qo'ynini olib, yaqinlaring bilan kelisha olmasang, uyat bo'lar. O'zingni faqat o'zing bilan solishtir. Boshqalar bilan emas. Mana, bo'ldi, hech qanaqa muammoing qolmadi. Limonni tishlama, limonni ishla. Aka, tushundim. Hammasini to'g'rilayman. Bo'pti, boraman. Rahmat. Ko'p gapirib yubordim-a. Qornim ochib ketdi. Qanaqami? Opel Kadett somsa adet, avval taom, keyin kalom. Bo'la qoling. Farhod aka? Farhod aka? Aka, nima qilyapsiz? Uymoroq bo'lsin, qo'shni. Rahmat. Yo'q. Shu bilan birgalikda risklarimizni 35-40% katta brendlar bilan birgalikda hamkorlik, reklama hamkorligida suratga olingan. Bu hammasi avvalo Xudodan. Shu bilan birga harakatlardan ham to'xtamadik. Qolaversa sizni qo'llab-quvvatlaganingiz ham bu natijalarga erishishga bizga yordam berdi. Mana shunaqa gaplar. Kelasi yil bundanda sifatli va manfaatli kontentlar taqdim etishga harakat qilamiz. Sizlardan esa faollikni so'rab qolamiz. Videolarimizni ko'ring, like bosing, yaqinlarga yuboring va albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Centra Group, siz orzu qilasiz, biz barpo qilamiz.